Tekin narsaning o'zi yo'q. Bejizga ota-bobolarimiz aytishmagan. Tekin pishloq qopqonda bo'ladi deb. Bugun sizlar bilan tekin narsaning o'zi yo'qligi, ya'ni moliyaviy soatxonlik haqida gaplashamiz. Ya'ni siz magazinga kirdingiz va magazindan toshni so'radingiz. Narxi 100 ming so'mligini aytdi magazinchi va siz natijada sotib oldingiz bu toshni. Endi 100 ming so'mga sotib oldingiz. Buni narxi 100 mingligini bildik. Ya'ni biz so'radik va narxini aytdi, biz u narxni to'ladik. Endi mana shu toshni 3 xil varianti bor sotib olishni. Ya'ni birinchisi narxini bildingiz, 100 mingligini sotib oldingiz. Ikkinchi variantimiz esa bu toshni nima desa, bu patsalafanda deylik, upagovka qilinganini shu 100 ming so'mga sotib olamiz. Endi odam ishlatgan, bir inson ishlatgan, bu tosh kerak bo'lmay qolgan. Endi sotmoqchi, bu yerda 50 ming 60 mingga sotyapti. Ya'ni yarim puliga olyapsiz ishlatilgan toshni. Tosh eskirmaydi, bilasiz. Endi qarang. Ikkinchi variantimiz eskiroq variantini sotib olish. Uchinchi variantimizga keladigan bo'lsak, uchinchi variantimiz bu toshni o'g'irlab ketish. 99% odamlar bu narsa hayoti uchun erkinligi va ko'plab narsalardan mahrum bo'lishini, ya'ni ozodlik hukmi, ya'ni ko'proq narsalardan mahrum bo'lishini biladi, lekin emotsiyaga berilib shu ishlarga yo'l qo'yib qo'yadi. Bu yerda, ya'ni toshni misol qilib aytmoqchi bo'layotgan narsam, har bir narsaning o'z qiymati bor. Ya'ni ba'zi bir narsalarni qiymati, ya'ni qadoqdagidek chiqmay qolishi ehtimoli juda ham ko'p. Shuning uchun ehtiyot choralarini ko'rib qo'yishni kafolat beraman. Ya'ni hech kim xato qilmaydi. Ya'ni xato qilishimga haqqim yo'q degan narsaning o'zi yo'q. Chunki biz insonmiz, xato qilamiz hamisha, har doim. Ya'ni bu yerda sizga nima demoqchiman? Siz ya'ni mana shu toshni oldingiz va siz shug'ullansangiz, pulga sotib oldingiz bu toshni, shug'ullansangiz qomatingiz chiqadi, yugursangiz oyog'ingiz baquvvat va bo'yingiz o'sishi mumkin. Ya'ni siz sport bilan sog'lom hayotga qadam tashlayapsiz. Endi bunga mehnat qilyapsiz. Atak, mana shu toshni pulga sotib olyapsiz, chiroyli qomatni esa mehnat va sabr, vaqt talab qilyapti. Siz pulingiz qancha milliondan oshiq bo'lsa-da, lekin divanda yotib olib, kino ko'rib, ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib chiroyli qomat qila olmaysiz. Ya'ni fast food mahsulotlarini yeb qorningizni yo'qota olmaysiz. Qachonki mashq qilsangiz, o'z ustingizda shug'ullansangiz-gina yo'q qila olasiz. Bu yerda nimaga olib borayotganini bilyapsizmi? Gapim bilan, ya'ni sizni qomatingiz va figuralaringizni, sizni chiroyli yigit, chiroyli qiz bo'lib, ya'ni qomatingiz zo'r bo'lib yetishi uchun tosh va mashq qilishingiz mehnat talab qilayotgan bo'lsa, endi qarang, sizni miyangiz, ya'ni moliyaviy dunyoyingizni kengaytirish uchun siz moliyaviy soatxonlikni o'rganishingiz kerak. Men aytib sizni da'vat qilayotgan narsam-da, siz aynan bu narsa qiling degan ma'noda emas. Siz bir o'ylab ko'ring o'zingizga. Bugun 25, 18, 30 yoshdadirmiz. Bizga, ya'ni keraksiz narsalarga pul sarflamaylik. Ya'ni emotsiyalarimiz oqibatida bizga kerak bo'lmagan narsalarni sotib olmaylik. Ya'ni emotsiya oqibatida eng so'nggi smartfon, iPhone, eng so'nggi mashina, BMW, Mercedes deyishib qo'yadi. Shunaqa narsalar qachonki olishimiz kerak. Biz yaxshi sarmoya kirgizib qo'ysak-gina olishga, ya'ni kelajakda 50-60 yoshga kirganimizda, ya'ni biz qariganimizda kuchimiz yetmaydigan holda, ya'ni ishlashga kuchimiz yetmaydi. Endi ibodatimizni qilib, sayohatlarga chiqib, o'zimiz uchun yaxshi ichib, yaxshi yeb yurishimiz uchun endi nima kerak? Bizga pul kerak, ishlamasdan yashashimiz uchun. Endi savol tug'iladi.
yaxshi joyga agar shu narsalarni siz smartfon, gadjetlar sotib olsangiz, ya'ni pulingiz ko'paymaydi, siz keraksiz matohlarni yoningizga to'playsiz. Endi savol, o'sha gadjetlar, smartfon, har bir narsalarni sotib olmasdan, kerakligini sotib oling ishlatish uchun. Asosiy qismini, topayotgan daromadingizni qanchadir qismini keraklik, ya'ni o'suvchi oltin, kumush, shunaqa narsalarga, ya'ni metallarga, qimmatbaho metallar o'suvchi, ko'chmas mulk, shunaqa joylarga pul investitsiya kirgizing va kelajakda uni foydasidan siz ishlamasdan yashashga harakat qilasiz. Bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni ana 3-da toshni o'g'irlab sotib olishini misol qilganimdek, sizga hech kim hech qachon kelib sizning nomingizdan sarmoya kirgizib qo'ymaydi. Ya'ni siz pul bermasangiz ham prosta mana shu inson ertaga 50-60 kirganda yaxshi yashash uchun deb prosta inson kelib sarmoya kirgizib qo'ymaydi. Tushunayotgan bo'lsangiz, shuning uchun harakat qiling, iloji boricha rivojlaning, zo'r bo'ling. 50-60 yoshga kirganingizda shu ishni zo'r qilgan ekanman, to'g'ri qilgan ekanman degan fikrda bo'ling. Ya'ni meningiz o'zgarib, mana shu ishni xato qilgan ekanman, nima uchun qilgan ekanman, mana shu narsalarni bekarga sotib olgan ekanman degan fikrda qolmasligingiz uchun shu videolarni qilyapman. Agar 18-25 yosh atrofida bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu video siz uchun. Do'stim, men ham siz qatori qanaqadir narsalar, gadjetlar sotib olardim. Shu narsalarimni cheklab, moliyaviy sog'liqni kuchaytirib, ko'proq investitsiya kirgizish va o'z ustimda ishlashga harakat qilyapman. Aytgancha, siz bilan birgalikda rivojlanamiz. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosing, videoga like bosib, agar fikrlarim haqida agar shubha yoki bironta fikri sizga yoqmagan bo'lsa, izohlarda yozib keting. Aytgancha, mana shu tekin narsaning o'zi yo'q mavzusiga juda ko'plab mavzular, fikrlar keltirganman. YouTube kanalim biosiga qarasangiz, Telegram sahifamga kiring va mana shu mavzu haqida aytilmagan gaplarim juda qolib ketdi ichimda. Shular haqida o'qib, o'zingiz uchun xulosalar olasiz degan umiddaman. Sizlar bilan Aziz Muhammadkarim bo'ldi. Ko'rishguncha Aziz Muhammadkarim YouTube kanalida sog' bo'lasizlar degan umiddaman.